Assalomu alaykum. Setbugus kanalining hurmatli obunachilar. Akalar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidon ot bozoridamiz. Shu yerdagi uloqchotlar narxlar bilan bir qator tanishtirib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Bugungi sanlarimiz 10-fevral hafta kuni seshanba 2026-yil. Bozor qaynayapti, xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, videomizni ozgina qo'llab-quvvatlagan holda birondan like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Kommentariyada otanga rahmat, ukamni bozorlar belak qilsang, xudo xolasa sizlar uchun biz mehnatdan charchamaymiz. Hamma bozorga borib chiroyli qilib otlarda video obzorini qilib berishga harakat qilamiz imkon qadar. Bo'lmasam biz otlar narxlari bilan qator tanishtirishni boshladik. So'ga hormang. Ot bir aylantiringchi. Yosh necha yashar ekan aka? Savdosi necha pulga chiqdi? Bilmadingizmi siz? Savdosi bu yoqda bo'lyapti-ku, hurmatli obunachilar. Bo'lmasam keyingi otlarimizni olib turaveramiz. So'ga ot pul necha pul ekan bu? 30 million kami bor ekan, hurmatli obunachilar. Otimiz. Yosh necha yashar? 8 yosh. Bo'ylari necha? 1.55 plyusga olishaveradi. Ulog'i bormi aka? Xudo xolasa ulog'iga garantiyasi bor, ha? Zo'r. Mana hurmatli obunachilar. Zot qanaqa buni? Qora bayir, ha? O'zi qora bayirga olaverar ekansiz, hurmatli obunachilar. Telefon raqam qoldiramizmi aka? 88 li 864 83 84, ha? Zo'r. Hurmatli obunachilar, bemalol akamizga olg'a chiqarasizlar. Lekin otimiz sifat ekan. Zo'r. Orqa tomonlar. Ko'kat narxi necha pul ekan aka? Assalomu alaykum. 28 million kam bor, ha? Zo'r. Yoshlari necha yosh? 4 yosh. Yangi oziq ekan, ha? Bo'ylari necha? 1.70 plus. Uloqqa solib ko'rdingizmi aka otni? Ulog'i bor, xudo xolasa. Galadan qaytadi, odati yo'q. Zo'r. Narxi necha pul aytdik? 27. Bitta so'raganimizda o'z hurmatli obunachilar 1 million ekamiz sraz tushyapti. Zo'r. Telefon raqam? 97. Qirg'iz otimi? Parodasi qanaqa? Nechta odam bor ekan? Ko'kbay deganida. Ko'kbay. Zo'r. Telefon raqam? 97 lik. 296 22 23. Hurmatli obunachilar, bemalol akamizga aloqa chiqarasizlar. Mana shu ko'ktoyimiz kimga yoqqan bo'lsa Qirg'izistonda olib qo'ygan. Manzil qayerda aka? Namangan viloyati Nanay tumanidan kelgan akamiz. Zo'r, mana oyoqlar. Yana bormi aka uloqchotlar? Sizda yana bormi bundan boshqa? Tagi seroq, xudo xolasa. Aloqaga chiqsa ish bitadi. Bo'ldi gap. Xudo xolasa ularni ham olamiz videoga aka. Zo'r. Mana shu akamizga aloqaga chiqsang, xudo xolasa ishlaring bitadi. Doim bo'ladi, ha? Dastlabki xizmatlar qayergacha? Dastlabki xizmatlar. 12 ta viloyatga bor. Nafas olgan joyga. Besplatnimi yo pullimi? O ana, hurmatli obunachilar, baho bo'lsa bo'ldi ekan, uylaringga yetib borar ekan otlar. Akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Qamchisi o'zi bilan bonus ekan. Saidbekuzdan deyish esdan chiqmasin, hurmatli obunachilar. Nomimizdan kelishsa qamchisi bonus. Bo'ldi gap bor ekan. Zo'r. Bu ot baho bo'ldimi? Nech pulga? 20 millionga barakasi bo'lib turmadi, hurmatli. Zo'r. Xo'p, keyingi otlarimiz bo'lsin. Bu otni aylantiring ekan, narxi necha pul ekan? Sotildimi? Zo'r. Kim ot narxi necha pul ekan? 40 million kam bor ekan, hurmatli obunachilar. Bo'ylari necha? 1.65 plyusga olaverasiz, hurmatli obunachilar. Yosh necha yashar? 6 yosh. Ulog'i bormi? Og'zi qattiqmi? Og'zi sal qattiqroq ekan, hurmatli obunachilar. Ha, oyog'i. Otimiz oyoqlar. Ulog'i bor deyapti, xohlasa. Ha, bir yo'lga qidirib chiqdim, yo'lga. Telefon raqam qoldiramizmi? Saidbekuzdan sizga narxini necha qilib berasiz?
93'lik. 916 8816. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqargansizlar, ish bitar ekan. Narxini o'sha aloqaga chiqsalaring kelishaverar ekansizlar. Xudo xolasa yo'lida qilib arzonroq berishar ekan. Ko'krak qismlari, kallalar. Zo'r. Ot kimdan, sizdanmi? Narxi nech bu? 6000 dollar kam bu? Zo'r. Narxi 6000 dollar kam bor ekan, hurmatli obunachilar. Mana oltimiz. Yosh necha yashar? Aprellarda 9 o'tadi. Aprellarda 9 ga o'tadi. Ulog'i bormi? Ulog'i 100%. Garantiya. Katta kellarni ham ko'rgan. Yuvoshliklari yuvosh, xudo xolasa. O'zingiz necha yoshsiz? O'zlar 11 yoshli bola, mana bemalol turibdi. Taqabaqamda yurgizingchi. Rollar ham gidrolik ekan, hurmatli obunachilar. Zo'r. Orqa tomonlari. Telefon raqami aytib qo'yasizmi? Ayting. 94lik 178 00 85. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Orqa tomonlari. YouTube aka. Nechta bular aka? Nechta sizniki? Ikkitasi mana aka. Yosh necha yashar buni? Yoshi 5 yashar bunisi, 10 yashar bunisi. Yoshi 5 yashar ekan, hurmatli obunachilar. 5 yashar. 5 qashqa ekan a? Mana o'zi aql tekin, mana shular o'ta go'zal sifat. Yetmashgan. Buni narxi nech pul mana? Narxi. Narxi nech pul buni? Narxi o'rzi? Qancha? 25 kam bor. 25 kam bu. Yoshlar necha yosh? 5 yashar. 5 yashar. Zo'r. Ulog'i bormi? Ulog'i bormi? Yo'q, ichida emas. Ulog'i ichida. Yaxshi. Bo'yi necha? Mengani qomochga hammasi bor. Bo'yi necha bo'yi? Bo'yi bilmayman, o'lchamaganman aka. Bo'yi 155 60 atrofida, hurmatli obunachilar. Bunisilar 60 Hop, bunisi narxi necha pul? 26 million kam. Bunisi 26 million kam bor ekan, hurmatli obunachilar. 5 qashqami bu ham? O'sha qararoq. Karvondan o'tdimi? Qarodasi qanaqa buni aka? Qaroq bu aql tekin mana qara. Zo'r. O'ta go'zal chiroyli. O'ta go'zal, chiroyli. Ikkitasini bitta joyga nechilga berasiz? Bir xil aka oyoqlar, ikkitasini bitta joyga. Bir joygami? Ha. 46 millionga Bobbaraga sotdim. Kamini ham qilib berasiz. Hammasi ichida. Dastlabkasi. Dastlabki Libojo'ga, Surxondaryoga jo'q bo'ladi. Libojo'ga dastlabkasi ketaverar ekan, hurmatli obunachilar. Gazel Tentlik 2014-yilda ishlab chiqarilgan 146 ming yurgan gazelimizdan. Bu tayyorada. O'sha hammasi. Bo'l, telefon raqam. Telefon raqam o'sha har doimgidek 577. Nechili? 50. 50 577 51 50. Hurmatli obunachilar, akamizga bemalol chiqaverasizlar. Mana shu ikki totlar bor ekan, kimga yoqqan bo'lsa, telefon qilib barakasini qilaverasizlar. Mashinalarning tintlari ham bor ekan. Zo'r. Bu ot kimdan ekan buni? Otda egalari yo'q ekan. Qora ot narxi nechta ekan aka? Egalar qayda? Egalari yo'q ekan, hurmatli obunachilar. Ot narxi nechta ekan buni? Va oldiga ayda pul oldiga. Qancha? 5000 dollar. Tomonga yurib turbuzaga. Zo'r. Hurmatli obunachilar. 5000 dollar deyapti. Bir aylantiring otdagi. Turbuzaga ayting, lak qilib. Rollar ham gidrolik ekan-da aka. Zo'r. Yosh necha yashar? 7 yashar. 7 yashar? Bo'yi necha? Ulog'i bormi? Zo'r. Telefon raqami aytingchi? 93lik 360 75 85. Hurmatli obunachilar, akamizga bemalol chiqaverasizlar. Otamiz lekin o'ta zo'r ekan. Ulog'iga garantiya ekan, xudo xolasa. 2 so'y. Zo'r. Keyin o'tamiz. Aka, qora otlar narxi nechta ekan?
Bakamda birinchi. Yosh necha yashar? Minib turibsizmi? Hurmatli obunachilar, akamiz minib turibdi kelashadi. 30 million kam bor deyishyapti. Zo'r. Ot kimdan ekan bu? Qayerda? Ot narxi nechta pul ekan? Bu narxi necha pul ekan? Yosh necha yashar? 6 yashar ekan, hurmatli obunachilar. 4000 kam bor ekan. Bo'ylari necha? 75 plyusmi? 65 plyus ekan, hurmatli obunachilar. Ulog'i bor a? Garantiya. Zo'r. Nargisi necha pul? 3000 kam bor. Bo'yi necha ekan buni? Bu ham shunaqa, 65 plyus ekan, hurmatli obunachilar. Ulog'iga hisob behijolat. Garantiyasi ham bor. Minib ko'rib olaver ekansizlar, hurmatli obunachilar. Ha, otimiz. Zo'r. Xo'p, aka, yaxshi niyatda ikkitasini bitta joyga olaman degan odam siz qilib berasiz. Kamini qilib berasiz, chiroyli, Saidbekdan ishlaysiz. Zo'r. Telefon raqamingizni yuboringchi? 93lik 440 0075. Hurmatli obunachilar, bemalol qaytib ko'rasizlar. Soatimiz $3000 deyapti. 3 qashqa ekan otimiz. Parodasi qanaqa ekan? Parodasini bilmaysiz. Bunda aylantirib ko'rsatib qo'yingchi. Yurishlarni. Orqa tomonda. Rollari yumshoq ekan, yuvasliklari ham o'zini o'rnida. Otga solsa ketyapti, hurmatli obunachilar. Zo'r. Xo'p, bo'lmasam hurmatli obunachilar, keyingi otimizga o'tamiz. Bu ot narxi necha pul ekan aka? So'z. Puli qancha? Puli qancha? Egalari yo'q ekan, hurmatli obunachilar. 26. 26 mi? Yoshini bilasizmi? Egalari kim buni? Egalari yo'q ekan, ukamizning turshak egasi borini olib turamiz, hurmatli obunachilar. Ustoga hormang. Gazetga oldingizmi? Nechta ot aka buyunga? Baqamda aylantiringchi oldini. Hurmatli obunachilar. Narxi necha pul ekan uni aka? 40 million kam bor a? Xudo xolasa. Yosh necha yashar? Bahorga 6 bo'ladi. Ulog'i bormi? Ulog'i garantiya. Oldiga ishlaydimi, orqaga? Ikkala tomonga. Taka choplar qaynatadi. Yosh polvon, katta polvon qiladi, xudo xolasa. Bo'ylari necha? De ele yurgizing chotdi. Oyoqlaring 155-60 atrofida ekan. Bo'sh. Ot oyoqlari. Bunisi-chi? Bo'yi necha buni? Balandroq shikil nargindan. Nargindan balandroq shikil. Buni narxi necha pul? Bu ham 40 millionga hurmatli obunachilar. Buni yoshi bir xil. Bu ham 6 yashar bo'ladi, xudo xolasa. Ikkitasi past bir xil ekan, a? Akukka emas bular. Hasan Husanmi? Bittasi to'proq ekan. Aka, ikkitasini bitta joyga nima bo'ldi so'rab qolsa, yaxshi niyatda olaman. Nechta qilib berasiz? Sizni ot tagi seroq bilamiz.
Yengiroqli, Saidbek O'zani stilistsi. Shahidonda edi. Kam sirop, xudo xolasa, chiroyli qilib berasiz. Kerak bor. Telefon raqam 93'lü. 93lik 938 Bozorda edim, eshitmabdi. 9347. Hurmatli obunachilar, bemalol chiqurasizlar akamizga. Dastlabki xizmat bormi aka? Dastlabki xizmati? Kelishilgan holatda jo'natib berilaveradi, ha? Zo'r. Bo'ldi gap. Keyingisi. Bu narx necha pul ekan aka? Assalomu alaykum. 35 million. Yosh necha yashar? Yoshi 8 yosh. Yosh 8 yosh. Ulog'i bormi? Bor ular. Qanaqa? Zo'r, yaxshi. Taka choplar qaynatadi. Qaynatadi. Bir haligi galladan qochadigan odatlari yo'q. Uloqni ko'tarilsa, qo'qadigan Otlarga top yaxshi zo'r. zo'r, ha? Sizda polvon tengsamayapti kiloda. Sho'xroq. Hurmatli obunachilar. Bo'y necha? 168. 1.68 o'lchangan. O'lchangan. Zo'r. Telefon raqami aytvoringchi? 70lik. 70lik 013 013 54 53. 54 53. 53. Yana bor aka sizda firmada? Kelmaydi hammi? Keladi. Keladimi? Tagiga keladi, xudo xolasa, hurmatli obunachilar. Bemalol chiqarasizlar. Otimiz lekin oppoq. Otimiz. Sizda polvoncha bo'shroq ekan. Ustakat baho bo'ldimi? Necha pulga chiqdi bahosi? Necha pul o'z narxi? Yosh necha yashar? 7-8 bor da. Narxi 30 million ekan, hurmatli obunachilar, yoshi 7-8 atrofida ekan. Bo'ylari necha? 60 kilo solarasizlar, hurmatli obunachilar. 1.60. Ha. Ulog'i bormi aka buni? 15 milyon veremem. Ulog'i bormi aka buni? Ulog'i bor aka, hurmatli obunachilar. Telefon raqam qoldiramizmi? Yo sotilib ketadi. Ustaga telefon raqam yozamiz yo qolib sotilib ketadimi? Numarayı ne doğru? 94lik 951 50 00. Hurmatli obunachilar, akamizga bemalol chiqarasizlar. Zo'r. Keyingi otlarimiz hurmatli obunachilar. Aka, ot narxi necha pul ekan buni? Ustonboy. Ot sizdanmi aka? Ketibdi. Zo'r. Xo'p, hurmatli obunachilar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Shu yerda videomizni yakunlaymiz. Birdan like demasizlar, obuna bo'linglar, obuna bo'lasizlar. Ha, ovqatimiz kelyapti. Zo'r. Hey, sekinroq polvon, sekinroq chiqib qolasiz. Hurmatli obunachilar, shu yerda videomizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.